Universitet talabalari bir oylik oziq-ovqat uchun necha pul ishlatish kerak? Kelinglar bugun shuni so'rab ko'ramiz. Aytgancha videoni oxirigacha ko'rsangiz, stipendiyangizni tejab qolish uchun layfhakni bilib olasiz. Assalomu alaykum. Universitet talabalari bir oylik oziq-ovqat uchun necha pul ishlatish kerak? Misol uchun, o'zingiz necha pul ishlatasiz? O'zimga keladigan bo'lsak, oyiga shu 300-400 dollar ketadi. Shu atrofda. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, shu 1 million, 1,5 million ketadi. Misol uchun o'zim 2 millionlar atrofida pul sarflayman. Siz? Men esa 1-1,5 million atrofida. Manda bir oyiga chiqsa bir 2 million toshida chiqadi. Menimcha 200 dollar. Kvartirada bolalar bilan продукта qilib oladigan bo'lsa, juda ko'p ketmaydi. 500-600 yetsa kerak. Lekin jahon tillarida o'qiymiz, qizlar bilan ketib qoladi 1-2. Har kuni ovqatlanaman ko'chada. Примерно 100 ming atrofida ketadi. Endi esa talabalar uchun maxsus layfhakka keladigan bo'lsak. Buning uchun shunchaki Tegin Loyalty ilovasini App Store yoki Play Market orqali yuklab olasiz va studentlar uchun maxsus aksiyalar bo'limiga kirib, telefon raqamingiz va student kartangizni kiritish orqali 15 ming so'mlik bonus va talabalar uchun maxsus chegirmalarga ega bo'lasiz. Tegin Market, arzon narxlar, yuqori sifat.